Hazırgıça öğrenmeyen dostlar sizge mübarek bolsun ha. Endi bu oyunu setvarsınız 150 ming koy tijib alaysız. Mana sizge bugün aka öğren bolsa 115 kvadrat 3 yataklık. Aldıdan 100 ming pul topshirib setvagılı buladigan uy ha. Mana siz ko'rayotgandek Qo'roning muhitini aytib chiroyli. Yoz bo'g'ini haqiqiy bilinibdi ha. Mana qo'shnilarimiz gilamlarni sevibdi. Mana yozning rahati shu edi. Siz ko'makchi bo'lgan bu oyning o'rni bo'lsa, Urumchi Saybaq rayoni 2017-yili silingan Xo'cha Nanjandagi Yashanjun degan qo'ro 2017 ochqish topshirilgan uy. Endi uyning ichki ahvoli bilan bir tunishib chiqaylik. Nüfusu köprek 3 yataklık öy lazım degan xaridorlar diqqat qiling ha. Ishikdan kirgandan keyin kiyim ishkap, oyoq ishkaplarni qo'yadigan o'rin. Mana yan taraf qaraydigan bo'lsak, ishikdan kirgandan keyin bizda birinchi yatak qo'y ha. Yatak qo'y lazım adam turibdi. Shuningga ba'zilarini to'liq holatda yig'ishtirib qo'ymoqlik. Uymo nayt pak ziratlik holatda xavosaq bo'ldigan uy. Maya qaraydigan bo'lsak, bizning sanjoni qo'yadigan o'rin, kun tushishlari nayt yaxshi, keng ozoda 4-5 mehmon patadigan o'rin ha. Siz ko'rayotgan o'rin bo'lsa, bo'yning oshxonasi, tabiiy gaz, hamma narsani yurishtirib qo'yilgan holatda. Mana men qaraydigan bo'lsak, bu uyning mehmonxonasi. Mehmonxonasining eng yaxshi yeri qayerda desangiz, bu uyning kun tushishi yaxshi, dumbingizni qiziqtirib kun tushadigan uy. Chaygongdan chatoq chiqmaydigan uy. Mana siz ko'rayotgan hamma narsani to'liq holatda qilib qiladigan uy. Endi biz sizga ikkinchi yotoqni ko'rsataylik. Maya taraf qaraydigan bo'lsangiz, mehmonxona darajasiga o'xshash tarafda kun nur tushlar yaxshi bo'lgan ikkinchi yotoq qo'y. Bu yotoq qo'yning ichidagi ishlatilgan materiallar yaxshi. So'mkingizni ko'tarib ham kirsangiz bo'ladigan uy. Mana yan tarafda bo'lsa, kanshi filli, o'l quruqni ayirib o'tgan tazliq qo'y. Tazliq qo'yining darajasi bor. Yan tarafda 3-chi yotoq qo'y. 3-chi yotoq qo'yninki siz ko'rgandek bo'shliqmi yaxshi, tam qog'ozlari ishlatilgan materiallarni yaxshi holatda. Siz bu uyni yaxshi ko'rdingizmi? Agar ehtiyojingiz bo'lsa, vaqtni chil tutib bizlar aloqalashing. Kvadrati 115 kvadrat, 3 yotoq, Shanghai dekon, Gujijin dekon qatorli qarzlarni normal bijira olasiz. Kinishki rasmiyatlar to'liq. Siz ko'rayotgandek hamma narsani to'liq holatda qilib qoladigan uy. Agar uyga ehtiyojingiz bo'lsa, bizlar aloqalashing. Boshpatda undar nomerim bor. Telefon nomerim 136 4 9 86 99.